значит 16 haftada tushgansiz. 12da ham tushdingizmi? Skriningga? Lekin 2 marta UZI qildirdingiz. Undan ko'pmi yo'q? Yo'q. Faqat 2 marta UZI. Da. Hammasida o'g'il bola deyishdi. Bulbulchalarni ham ko'rsatishdimi? 16 haftasida ham o'g'il bola deyishganda, to'g'rimi? Ha, o'zi 2 marta tushgan o'zini, ikkalasida o'g'il bola deyishdi. Ikkala UZIda ham 16 haftada ham 16-17da tushgansiz, значит. Ikkinchi skriningga unda ham o'g'il deyishgan. Tak, birinchi farzandimiz qizaloqcha. 1,5 yoshda dedingizmi uni? Ha. Lekin oyijonisi sizda qiz bolada. Qiz bola. Ha-da? Ikkalasiga ham o'g'il bola deyishgan. Qarang, oradan 1 oy o'tib o'g'il bola qiz bolaga aylanib qolibdi. Kiyimchalar olib qo'ymadingizmi hali hech qilib? Yaxshi.